Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 22 aprel 2025-yil. Biz Surxondaryoda Termizdamiz. Sonamizga Syngenta kompaniyasining Malkanet tamaduragalari ekilgan. Shu duraga yetishtirgan dehqon Jahongir akadan shu gibridlarimiz haqida ikki oz ma'lumot olamiz. 26 sotuv maydon ekan. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang endi. Kepsiz. Rahmat. Jahongir aka, rahmat. Sizga bir ikki mana shu gibrid haqida bizlarning obunachiligi bir ikki og'iz o'zingiz fikringizni bilmoqchi edik. Mana shu gibridimiz qachon ekdingiz ko'chatini, yaxshi xususiyatlari haqida ikki og'iz o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Dekabrda oxiri shu yanvarda ekildi deb hisoblasak ham bo'laveradi. Dekabrda shu 25-28 da ekilgan bu gibridimiz. Nihollari bu yoqda ekilgan. Niholimiz ha. Buni afzallik tomoni birinchidan erta pishar. Hosildorlikni mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Yomon emas boshqa pomidorlardan mana aka. Mana bu 3-hosillari. O'zi pastlar tergansiz. Hosil olindi. 7 tonna terildi bu yerdan, xudo xolasa. Yog'i mana o'zingiz ko'ryapsiz. Bu erta pisharligi, hosilini chiroyligi mana standartga javob beradi. Hay bo'ldi, kattaroq ozroq bo'ldi, birinchi hosillarda bo'ldi. Sal katta bo'lib qoldi. U kichkina emas, bu yog'i xudo xolasa yaxshi. Buni bir pomidorni bir duragayni bo'lgani shuncha buni. Undan ortiq. Kelajakda boshqa dehqonlarga ham ekishlarni tavsiya berasizmi shuni? Hozir bu yerda ko'p issiqxonalik mana shunaqa atablinasi borlarga esa ertaroq pishadi. Ertaroq qimmat bo'lgan paytda terib sotib olishadi. Bu yer ham qumli yerli ekan-a bu yog'i? Shunda qum ekan. Qum. Shunda hozir nima bo'lib turgani uchun mana qum. Shu qumda ham shunaqa hosil berib turibdi. Qayga biyogum solganmiz. Kelasi yilga ham shuni sortda ekish maqsad. Aka 4 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi yiliga Abdurahim bova bir pachka shu Erkin aka aytgan edilar, bergan edilar. Tekshirib ko'rasan deb o'shandan beri ekaman men. O'zimning bilsam bor. Sizga ma'qul kelgan shu. Bo'ladi menga. Xudoga shukr. Rahmat Jahongir aka ma'lumotlaringiz uchun. Barakasini bersin.